Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun 5-aprel sanasi. Iskana payvand qilingan ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu vishnyaga ulangan o'zimizni bahor gilos sorti. Mana payvandimizni ko'rishingiz mumkin. Tutgan tutmaganini qaydan bilamiz? Terlari bir-biriga jipish, kambe qavatlari bir-biriga yopish oqibatida tepadagi payvand ustimizga suv yurgani sababli payvand ustidagi mana kurtaklarimiz bari qochib turibdi. Endi bu ko'chatlarimiz 2026-yil kuz oyiga tayyor bo'ladi. Bu gilosda bu yana nimalarda qilganmiz biz? Iskana payvandni o'rikda qilganmiz, olmada qilib qo'yibmiz. Yaxshi tarafi 1 yilda ko'chat tayyor bo'ladi. Lekin kurtak payvanddek oson emas qilish. Sal mehnati ko'proq. Masalan, kurtak payvandda 2 kishi 3 mingta payvand qilayotgan bo'lsa, bunda 1,5 mingtadan 1 kishiga tushadigan bo'lsa, bunda esa 1 kishi maksimaliy qilsa 400 ta, 500 ta, undan ko'p payvand qila olmaydi. Samaradorligi kam, lekin ko'chat 1 yilda tayyor bo'lishini hisobiga iskana payvand qilganmiz mana ko'chatlarimiz. Uni hali yana keyingi videolarni ham qo'yib boramiz. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda o'sgan variantlarini, salafanlarni yechib ko'rsatamiz. Rahmat e'tiboringlar uchun.